Hammaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan haftalik analizni boshlaymiz. Daily time'da V shakllantirgan va V ni yorilishida FV ga hosil qilib qo'ygan. Daily katta time'dagi FV gilar buy uchun yaxshi ishlab beradi. 50% dan biz buyga sabab qidiramiz. Bu 1 soatlik time'da sabablar qidiriladi. 1 soatlikda ham aynan shu joyda mana daily'dagi FV gini ichida 1 soatlikda ham FV ga shakllantirgan. Mana shu FV'ni 50% bizaga eng yaxshi idealni ishlaydigan zona bo'lib beradi buy uchun. Hozir gap hosil bo'lgan, kuchli gap bilan pastdan ochildi bozor. Buni evazida hop minimumlar bor. Minimumni hozircha sweep qildi yoki qilmadi. Hozir ko'ramiz. Minimumni sweep qilmabdi hali. Pastga mana shu FV'dan bitta buy zonamiz bor. Hozircha mana bu joyda gap bo'lib ochilgan hisobiga 1 soatlik time'da engulfing ham shakllantirgan. Mana shu engulfingni o'zidan ham hozircha buyga chiqib ketishi mumkin. Nimaga? Chunki gapni to'liq qoplaydi. Ko'p holatga gapni to'liq qoplaydi. Birinchi sababimiz shu. Mana shu zonadan engulfing zonadan buyga risk qilib ko'rsak bo'ladi. Agar bu stop olsa, bu stop yechadigan bo'lsa, mana bu zonadan buyga harakat qilamiz. Bu bilan to'liq maksimumni yechish kerak. Mana shu ko'rinishda maksimum bir marta qaytaradi. Chunki gap bo'lganning hisobiga mana shu joyda BCL ham shakllantirgan. Mana shu BCLni yorish kerak. BCLni yorsa, qolgan maksimumlarni hammasini yechadi. Chunki bu maksimum bir marta qaytargan engulfingdan, keyingi safar bu maksimum qaytaradi. Bunisi qaytarmaydi. Buni yoradigan bo'lsa, buni ham bemalol yorib o'ta oladi. Xo'p, vaziyatga qarab savdo qilib ketaveramiz. Hozircha daily'da ham, 1 soatlikda ham bozor uptrend holatida. NZD dollarni ko'ramiz. NZD dollarda bunda ham daily time'dan birinchi bo'lib analiz boshlaymiz. Bunda ham xuddi o'shanaqa V shakllantirgan va V ni yorilishida FV ga hosil qilib qo'ygan. Mana shu joyda FV gisi bor. FV gini ichiga kirib bo'pti. 50% dan biz buyga qiziqamiz. Xo'p, maksimumdan yuqoriga V va MSS bo'lgan. Mana shu joyda V va MSS hosil qilib qo'ydi. Bozorda yo'nalishi buyga o'zgardi. Trend ham bor daily time'da. Xo'p, mana shu ko'rinishda trendni ham yorgan. Bu uptrendga o'zgardi bozor. Katta time'da uptrend. Endi mana shu FV'lardan biz buyga qiziqishni boshlaymiz. 1 soatlikda boya ko'rganimizdek xuddi GBP USD ga o'xshab shakllangan. Chunki bular NZD dollar, funt dollar, keyin AUD dollar bular, yevro dollarlar bular bir-biriga o'xshash holatda yuradi. Mana bu joyda V shakllantirgan, dominant break va FV ga. Mana shu FV dan birinchi buyga qiziqish zonamiz bo'lib beradi, lekin 50% ni yechmasdan turib kuchli buy kutish sal yuqori emas, pastroq. Mana shu joyda kirish bo'ladi. Stop loss minimumda, take profitimiz maksimumda bo'ladi. Ikkinchi kiradigan tochkamiz bu bo'ladi. Bu zona ham eng aktiv ishlaydigan zonalardan biri. Xo'p, mana shu holat. Bunda ham xuddi o'shanaqa maksimumni yechish kerak. Bir marta qaytarib bo'lgan, ikkinchi marta buni o'zi qaytaradi. FV gisidan bir marta selga ham qaytarib bo'pti. Endi yoradigan bo'lsa, bu maksimum va mana bu maksimumda birdaniga yechishi mumkin. Endi bu NZD dollar. Endi USD katga o'tamiz. Xo'p, USD katda ham daily time'dan analiz qilishni boshlaymiz. Daily time'dagi ko'rinishi o'zidan oldingi global maksimumni sweep qilgan, ikkinchi marta tana bilan yorgan, lekin buyga emas, hozircha pasayish holatida turibdi. Chunki birinchi FV gini bozor kam ishlatib yorgan. Xo'p, mana shu holatda bunisi FV gidan bozor gap bilan bir marta ishlatib bo'lib, keyin gap bilan ochilibdi, yuqoridan ochilgan. Hozirda mana daily'da tepada sell FV gida turibdi bu. Sellga qaytaradigan FV ga, ya'ni 50% ga ham tegib bo'lgan. Xo'p, biza qo'shila olishimizga sabab birinchi sellga, keyin buyga qo'shilishga sabab beryapti. Hozirda mana bu joyda engulfing hosil qilgan. Mana shu engulfing va line chartga o'tadigan bo'lsak, biz sell liquidity ham bor ekan. Mana shu holatda birinchi bo'lib mana shu engulfingdan sellga qiziqib ko'rsak bo'ladi. Gapni to'liq qoplagunigacha. Bizda pastda qanaqa ishlamagan zonalar bor. Ishlamagan zonalarimizdan birinchisi
Bu engulfing zonamiz bor. Xo'p, mana shu ko'rinishda engulfing hosil qilgan va yuqorida yana bitta engulfing bayga qaytaradigan zonalarimiz bor ekan. Ikkita bayga qaytaradigan zonamiz bor. Birinchisi bu, ikkinchisi bu. Hozirda bunda ham V shakllantirgan va gap bilan bozorni yuqoriga otdi. Endi engulfingdan sellga, ya'ni V va V ni engulfingigacha biza sellni ushlab kelsak bo'ladi. Xo'p, mana shu ko'rinishda. Bu USD kat parasida ham dailydagi FVGni 50% dan bir marta reaksiya oldi. Shuni hisobiga ham bozorda yana bir marta sellga kuchliroq qulash bo'lishi mumkin. Endi USD chief parasini ko'ramiz. USD chief parasida 1 soatlikda V shakllantirgan. Hozir dailyni ko'ramiz. Dailyda bozor holati o'zgargan, A shakllantirgan va A ni yorilishida kuchli sellga FVG hosil qilib qo'ygan. Mana shu FVG va pastda buy uchun daily time'da buyga hali 50% to'liq ishlamagan FVG bor. Aynan mana shu FVG ni 50% dan biz buyga risk qilib ko'rsak bo'ladi. Undan avval 50% lik sell FVG dan sellga ham entry qilib ko'ramiz. Mana shu holatda bozorda V shakllantirdi, V ni yorilishida FVG bor. MSS ham hosil bo'lgan. Aynan shu maksimumni yechilishi bozorda MSS hosil qilib qo'ygan. Mana shu FVG ni o'zidan ham hozir daily FVG ni sell FVG ni 50% gacha ko'tarilishi mumkin. Xo'p, mana shu holatda keyin mana shu daily FVG ni 50% dan biz sellga sabablarni izlaymiz. Bu esa bizaga kelishi hali noaniq, chunki hali vaqt ko'p. To bu FVG ni 50% ga kelgunigacha. Mana shu holatda turibdi. Bu USD chief parasi. Hozirda buy, keyin daily FVG ni 50% dan tasdiq olganimizdan keyin sellga risk qilib ko'rsak bo'ladi. Bu FVG gacha. MSS bor, lekin bozor uptrend holatida turibdi. Shuni ham inobatga olinglar. Xo'p, USD chief parasi mana shu ko'rinishda. Mana bu joyda order blok bo'lgan ekan. Order blokni bozor yorib o'tgan sellga, ya'ni breaker blok qilib qo'ydi. Breaker blokni bir marta sellga ishlatdi. Endi buni ham kuchi ishlandi. Endi 50% FVGga kirib kelishini kutgan ma'qul hozircha. Bu hali buyga tushishi uchun ozroq yana mana bu gapni qoplash uchun tushishi ham mumkin. Mana bu FVG ni ishlatmasdan turib. Chunki gap qoplamaguncha o'ziga tortaveradi magnet kabi. Xo'p, mana shu holatda analizni tugatamiz. Hammaga omad.